Barchaga salom bolalar. Sizlar bilan kamtar Mannight bu obunachilar bugungi videoda qishlog'imizdagi artefakt va dizer kelishgan. Bugungi videoda ikkala o'lgisini ham uyini ko'rib chiqamiz va kimga yoqqanligini sizlar hal qilasizlar. Va kim yutganini ham sizlar hal qilasizlar. Obunachilar videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib tashlaylik va bunaqa videolar ko'proq chiqadi. Artefakt nima gaplar bro? Hozir men sizga uy obzor qotiraman, o'taman undan oldin dizerni solish kerak. Dizer nima gap? Tinchimsiz, men video olaman xullas. Keyinroq siz uy obzor qilamiz. Tak artefakt, mayli men unda obzorni boshlayman. Xo'p, kirishimiz bilan bu yoqda stol va nima bo'ldi bu? Xullas, pizza va bu yoqda hamburger free, hot-dog, cola, Pepsi. Mayli. Bu yoqda oshxona, kuxnya, kofe yaxshi. Tak, qani tepaga chiqamiz. Menimcha bu yoqda artefaktda o'sha ofislari va uxlaydigan joylari. Bu yoqda artefakt kompyuterlari va bu yoqda chips, такой легкий. Bu yoqda kola, bu yoqda krevat. Xo'p, bu yoqda divan o'tirishga mazza qilib. Va endi artefakt kompyuterlari, Apple protsessori yapyo. Tak, qani artefakt, RAM artefaktni kompyuterlari xotirasi 1 terabayt ekan. RAMlari bo'lsa 32 gigabayt. Bu degani zo'r degani. Nice. Xo'p, endi bu yoqda mana bunaqa shkaf javon va artefakt shimlari, bu yoqda artefakt qo'yinlari, bu tak qani bo'ldi. Bu yoqda gulda artefakt gullarni yaxshi ko'radi deb eshitganman. Bu yoqda artefakt ish kreslolari. Gap bo'lishi mumkin emas. RGB'li stollar ham bor ekan. Gap yo'q, menga yoqyapti. Agarda sizlarga ham shunaqa videolarimiz qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz va videolarimizga like bosib, kommentariyada o'zingizdan fikringizni yozib qoldiringlar. Va biz bunaqa videolar ko'proq qilamiz. Xo'p, endi menga yoqdi. Kola, ender pizza, slime. Tak, bu yoqda butulkalarda xolodilnikda hech balo yo'q, yangi ko'chib keldi chunki qishlog'imizga. Yaxshi, bu yoqda suv. Yana butulkada atak menga yoqdi. Artefakt uylari sizlarga ham yoqdi. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Artefakt uyi zo'r ekan, menga yoqdi. Obunachilarga ham yoqadi. Men 300 mayli dizer uylariga o'tsam, mayli davlat charchamay, oxirida baholashadi obunachilar. Dizer va nihoyat endi siz uyingizga ham yetib keldi. Artefakt uylarini qilib bo'ldi. Obzor endi sizga o'tamiz. Go. Kirishimiz bilan akvarium, divan, yotoqxona, akvarium, mana bunaqa chips, M&M'slar, cola, Pepsi, Skittles. Bu yoqda bo'lsa kreslo, divan. Xo'p, endi qaranglar obunachilar, mana bu yoqda vid atak такой легкий ko'rinar ekan. Obunachilar dizer kompyuterlari. Bu yoqda datalarda. Dizerlarga trading bilan shug'ullanar ekanlar-da. Men eshitganim bu haqida. 16 gigabayt RAM. What the hell, my brother? Kushkalarda mana bitga yo'q ekan, mayli. What's up? Novi kompyuter. RGB'li kompyuter. What the hell? Ikkita monitor. Mayli, bizga ham nasib qilsin shunaqa kompyuterlar. Sizlarga ham nasib qilsin obunachilar, barchamizga shunaqa kompyuterlar nasib qilsin. Xo'p, endi bu yoqda qo'l yuvish, vanna va oshxona. Sovun. Mayli. Bu yoqda bo'lsa, mana bu yerda mazza qilib cho'milsa bo'ladi. Xo'p, endi bu yoqda ovqat tayyorlanadi. Bu yoqda esa ovqat yeyiladi. Ya'ni ertalabki va kechqurungi nonushtalarni qilib olsa bo'ladi bemalol. Xo'p, endi dizer notebooklarga qaytsak, bu yoqda ko'p programmalar bor ekan, Minecraft ham bor ekan. Xo'p, endi YouTube kanallarida 100 mingtadan oshib podpishchik bor ekan. Ya'ni 100 mingtadan shu obunachi.
obunachilar videoni shu joyda kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Va biz bunaqa videolarni ko'proq chiqazamiz. Yo, Deezer va nihoyat siz ham uyingizni ko'rib oldim. Endi kim uyi yaxshi va kim uyini jihozlari va ko'rinishida ham obunachilar hal qilishadi. Masalan, artefakt ko'rinishi ham yaxshi. Siz uyingiz ham ko'rinishi menga yoqdi va obunachilarga ham yoqsa kerak. No, endi u yog'ini obunachilar hal qilishadi. Obunachilar sizlar yozib qoldiringlar, qaysi YouTuberning uyi sizlarga yoqdi. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Uyi va kompyuteri yoqdi qaysi YouTuberga. Kommentariyada yozib qoldiringlar, sizlarning fikringiz biz uchun muhimdir. Bolalar obunachilar videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha artefakt mal charchamanglar. Sizlar bilan bugungi videoda Man Nightboy, Deezer va artefakt bo'lishdi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.